Ali Lukas özünün atasını ne kılgan eken, aş berişler şu akçasını şu medresege 30 ming alıp gelip ket. Allah Taala kabul kılsın. Şu medrese bitip olgan bolsa, kançası o işlerge qiladi. Boshqa bir turma ishlarga ishlatgandan ko'ra shunday joylarga qancha bolalar o'sha jardam qilib, alidagi shu medresege nima qilib ketdi. Boshqalarga da ulgu bo'lib qolsin shu qilgan nimesini to'g'ri joyga ishlatib, to'g'ri бағытқа ishlasa, hidoyatda o'shani aytadi. Bu bo'lsa bidayat deb qo'yadi. Ikkala yo'l bor. Kimni aqchasi to'g'ri yo'lga ishlasa, shu hidoyat ekanda. To'g'ri yo'lga ishlasa, shundan Alloh taolo sizga da bolalaringizdan qori, olim, xudolarni chaqirsin. Duo qiling. Alloh taolo o'zining yo'lini haqqoniyatini hamma sifati olsin, faqirlarni bergan iqtisodimiz Alloh taolo qiyomat kunida savol qilsin. Yaşavuz ve tüçeler, amançalar, berekeli müşküllerin asan olsun. Zürriyatimizde şunday alımlarla murattan, korular, sular, kamasına, tenisi, sizlerin, dinge, minilkan, sağlık, farzantlarını veresin. Allah özüne razı bulup duran yaşar versin, bir rahmet. Allah razı olsun. Karı 30 bin yer sağımızı koştuk. Daha sen soğut isin. Ötken ketkenlerin bardağı bu deke çoğu iki taş qari qanot tushadi. Xudo xolsa shular butun yoshlar o'qiydi. Bariga rahmat. Alloh razı olsun. Ko'pchilikning yordami bilan, elning yordami bilan shu ish bitib o'tadi. Alloh razı olsun. Ali qarag'am duo qilib turiblar. Shu Xudo taolo qari salmlar shular bitib ketsin. O'zini sevgan tug'an o'rnasidan shu 30 ming salm qo'shdi. Alloh razı olsun.